Oshxona mebelini originalini sotaman degan aka-ukalarimiz uchun yangi video. Assalomu alaykum. Yangi oshxona mebeli bilan tanishtirib o'tamiz. Bu oshxona mebelimiz fasadi krashinli MDF bo'ldi. Uzunligi 3.60, balandligi 2.60 sm, 3 etaj qilindi. Mana ikki xil rangda ishlab berdik. Bir chekkadan tanishtirib o'tamiz. Eng chekkasi mana Ariston donini urab berdik. Oshma-oshalari ham Dauchi mexanizmda. Ruchkalarni ham mana originaldan qo'yib berdik. Bu chekkasiga mana ikkinchisi sushilkasi. Sushilkani ham yoniga yuvilgan idishlarni terib qo'yadigan joyini ham qilib berdik. Xo'p, uchinchi xonamiz mana klassik usulda qilib svetla plafonlar qo'yib berdik. Ichiga oynalari bilan oldlariga ko'rsatmaydigan tomchi oyna qo'yib berdik. Tepalari ham mana nasosli qilib qo'yib berdik. Xo'p, bu chekkasiga pech mikrovolnovkalar uchun joyini ham qo'yib berdik. Uning tepalari 60 sm da katta buyumlar bemalol sig'ib ketaveradi. Sarishnisadan rossiyskidan qo'yib berdik. Keyin tortmasini ichiga qoshiqdonlarni ham o'rnatib berdik. Tortmalar ham Dauchi mexanizmda. Bu oshxona mebelimizda oldinlari $300, $350 yasab berardik. Hozir iyun oyi uchun aksiyada 1 pogonli metrini 2.900.000 dan vodiy bo'ylab dastavkasi ichida tayyorlab beramiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yoqqan bo'lsa bittadan like, yoqmagan bo'lsa kommentariyga yozib ketasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.